Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chayon nimaga? Qotirib qo'yibdi. O qahraton qish qotirib qo'yadi. Bitta tochkaga qaratib qo'yibdi. O ani gaz zapravkada o'chirib, bitta tochkaga qaratib qo'yadi. Tushunasizmi? Voy. Ne u basharangni kislamachit qilyapsan, ukam? Bittasi voshshi tupikka tiqib qo'ydi deymani bor-u, yomon ish qilib ketdi. Ukam, unaqalarni o'ylamagan. Men senga bitta takoy istoriya aytib beraman. Xulosani o'zing uchun chiqarib olasan, tushundingmi? Bo'ldi. Qarochi o'rmonda qurbaqa jit qilaganda. Qurbaqa. Bir kuni ani poyezd ovozini eshitib, o'shani relsidan sakrab o'tishim ichda tiqib qopti-da, tushunsanmi? Orzusi uchun ketibdi poxodga qarochi. Bir kun ras qarochi rels oldiga kelibdi-da, orzumga yetadigan bo'ldim, bitta sakragan ekan, ukam o'sha payt poyezd kelib qurbaqani ikkiga bo'lib yubordi. Voy. Qurbaqa kiyimda ko'zini ochsa, ko'ti yo'qmish. U menga ko'tim kerak debdi. Qo'limda bo'lsa ham ko'tarib yuraman debdi-da, ko'tini olish uchun abratni sakragan ekan, bu yoq tomondan poyezd kelib, boshini majaqlab ketibdi. Voy, o'libdi-da. Takishda ukam, bitta ko'tida boshingni yo'qotib qo'ymalaring, ukam. Suvga chiqib kela qol-ya. Ukam, men buni eslab qolgan. Bu yangisi tushunasizmi? Soston etdi bu. O sastayanasi borli ichadi buni. Men buni ko'rib bayi eslab qoldingmi? Mashinskiy napitka. O'zuzaniki. O'zuzaniki. O'shanga chiqib kelgan bo'lmasam, o'tiramiz, men bitta maza qilib. Men unda Sostonetga chiqib kela qol-ya. Ukam, mushik bo'llaring, unaqa bo'lmalaring, o.